Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir eski korxona dasturi foydalanuvchilar. Bugungi video darsimizning mavzusi qo'shimcha xarajatlar, ya'ni поступление доп. Расходов. Поступление доп. Расходов hujjati tashkilotga ko'rsatiladigan xizmatlar qiymatini tovar va materiallar tannarxiga o'tkazish uchun qo'llaniladi. Hujjatni yaratishdan oldin uning bir ikkita parametrlarini ko'rib o'tamiz. Buning uchun administrativniy menyusidagi funksionalniz bo'limga kiramiz. Funksionalniz polnida turgan bo'lishi kerak. So'ngra administrativniy menyusidagi parametr учета, настройка plan счетов va учет запасов giperhavlasiga kiramiz. Va pastki maydonda 15 o'rinda yorliq o'rnatilgan bo'lishi kerak. Endi esa покупка menyusidagi поступление доп. Расходов bo'limiga kiramiz. So'ng hujjatni yaratish uchun soздать tugmasi bosiladi. Ushbu ochilgan oynada bo'sh maydonlarni birin-ketin to'ldiramiz. Birinchi navbatda akt nomeri yoziladi, so'ngra akt sanasi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana qismi esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Подразделениеda показать все tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli подразделениеni tanlab qo'yishimiz mumkin yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Kontragentga o'tamiz, показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli kontragentni tanlab qo'ysak bo'ladi yoki kontragent sirni yozish orqali o'zimizga kerakli kontragent turini tanlab olishimiz mumkin. Dogovor qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli shartnoma turini tanlab olishimiz mumkin. So'ng yuqoridagi giperhavlalarga o'tamiz. Birinchi giperhavlaga o'tamiz, quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada birinchi bo'lib срок оплаты, ya'ni to'lov muddati ko'rsatiladi. Va pastki qismlarda kontragent bilan qilinadigan hisob-kitob shotlari, ya'ni qarzdorlik shoti va avans shoti ko'rsatiladi. Agar buni xohlasak, qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin yoki avtomatik boshqa shot chiqishini xohlasak, shartnomaning ichiga kirib, shot расчет с kontragentim giperhavlasida yangi hisob-kitob shotlarini o'rnatishimiz mumkin. NDSni ustiga bosamiz va NDS qismida NDS сверху va NDS в сумме bandlari bor. NDS в сумме qo'yganimizda quyidagi summa qismida summa tarkibida qo'shilgan qiymat solig'i bo'ladi. Agar NDS сверхuni qo'ysak, ushbu yozadigan summamizning tarkibida qo'shilgan qiymat solig'i bo'lmaydi, u alohida bandda bo'ladi. Agar biz qo'shilgan qiymat solig'ini zachotga, ya'ni hisobga olmasak yoki biz qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lmasak, NDS выключать весь stoyimizga yorliq o'rnatiladi. Va eng pastdagi giperhavlada kontragent bilan qarzdorlik yoki haqdorligimiz to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. So'ngra главный maydondagi статья затратga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli статья затратni tanlab qo'yishimiz mumkin yoki создать tugmasini bosib, boshqa статья затрат yaratib olishimiz mumkin. Summa qismida hujjat summasi yoziladi. Protsent NDS esa qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi qo'yiladi. Способ распределениеda esa dob расходni taqsimlash tartibi ko'rsatiladi. Summa bo'yicha yoki количество bo'yicha taqsimlanishi mumkin. Agar tovar partiyasi kelmasdan turib, biz dob расходов hujjatini shakllantirmoqchi bo'lsak, quyidagi распределение dob расходов na datu partiyaga yorliq o'rnatiladi. Buning o'zi alohida bir mavzu, bunga keyingi mavzularimizda to'xtalib o'tamiz. Tovari maydoniga o'tamiz va заполнить tugmasi bosiladi. Bu ro'yxatdan заполнить va поступление tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli partiyani tanlab olishimiz mumkin. Va quyidagi ma'lumotlar chiqadi. Bunda nomenklatura nomi, miqdori, summasi, partiyasi va shot uchotasi ko'rsatiladi. Tashkilot qo'shilgan qiymat solig'i hisobini proporsionalniy va разделный, ya'ni alohida metodda yuritishi mumkin. Agar qo'shilgan qiymat solig'ini разделный metodda yuritsa, раздельный учет выходящий NDS bandiga o'tamiz. Добавить tugmasini bosish orqali ushbu bandlardan birini tanlab qo'yishimiz mumkin yoki заполнить tugmasini bosib, quyidagi ma'lumotlar chiqishini ta'minlasak bo'ladi. Ushbu barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng pastdagi shot faktura nomeri yozib qo'yiladi va sana ko'rsatiladi. Zaregistrировать tugmasini bosamiz. Qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya qismida yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalar aks etadi. Agar bizga ushbu hujjatning bosma varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, qog'ozga chop etib olishimiz mumkin. Va yon tarafdagi создать на основании tugmasini bosish orqali ushbu hujjat asosida quyidagi hujjatlarni yaratib olsak bo'ladi. Ushbu hujjatimiz tovarning tannarxiga aks ettirilganligini quyidagi partiyaga kirish orqali ko'rsak bo'ladi. Pechat tugmasini bosamiz va расчет себестоимость поступления tugmasi bosiladi. Mana ko'rib turganimizdek pastki qismda transport xarajatlari